to'qqizinchi xat ekan. Risalatu tahniatin bin najahi fil imtihan. Imtihonda muvaffaqiyat qozonganlik bilan yoki imtihondan o'tib olganlik bilan tabrik xati deyapti. Sodiqil aziz Fahd. Aziz do'stim Fahd. Ismi Fahd ekan. Alfu mabrukin an-najah. Muvaffaqiyat minglab barakatli bo'lsin deyapti. Kuntu mutaakkidan annaka satatafawwaqu kal'adati لأنك طالب مجتهد وطموح ولا ترضى بأقل من التميز. كنت متأكدا أنك ستتفوق كالعادة. odatdagidek muvaffaqiyatga erishishingni albatta bilardim, aniq bilardim. Kuntu mutaakkidan, aniq bilardim. Ya'naka chunki sen tumuh, intiluvchan va mushtahid va harakatchan talabasan. Va la tardo bi aqall min at-tamayiz va muvaffaqiyat tamayiz muvaffaqiyat ma'nosida bersa bo'larkan. Va muvaffaqiyatning eng kamiga la tardo, rozi bo'lmaysan. Muvaffaqiyatning eng kamiga rozi bo'lmaysan. Kısacası tamayiz ajralib turishdik. Afzallik, xususiyat, afzalliklarning, xususiyatlarning, yaxshiliklarning oziga rozi bo'lmaydigansan sen. Eng yaxshiga qarab intiluvchi odamsan. Alimtu annaka hasalta ala darajatin aliyatin. Hada laysa g'ariban alayka abadan. Albatta sen yuqori baholarni olganingni alimtu bildim deyapti. Va bu hech qachon sen alayka senga begona emas deyapti. Laysa g'ariban begona emas. Laqad kunta tadrusu laylan va naharan. Tudhi bi vaqtika va juhdika va ha anta tahsudu samarata ta'bika. Laqad kunta tadrusu laylan va naharan. Birinchi kalamiz ekan. Sen batahqiq sen kechasi yu kunduzi dars qilarding. Laylan va kechasi kunduzi dars qilarding va vaqtingni va juhd harakatingni qurbon qilarding. Qurbon qilarding. Va mana sen samarata ta'bik. Charchoqlaring, mashaqqatlarning samarasini yig'ishtiryapsan. هذا النجاح ليس مجرد أرقام بل هو خطوة نحو مستقبل رائع ينتظر. هذا النجاح بموفقيات ليس مجرد أرقام فقط رقمlar emas. balki u seni kutib turgan ajoyib kelajak tomon qadamdir deyapti. Bir qadamdir deyapti. Atamanna an tastamti'a bi vaqtika al-ana ba'da al-imtihanat fa anta tastahiqqu ba'd ar-rahati wal-ihtifal. İmtihonlardan keyin ikkiga bir tarjima qiladi. İmtihonlardan keyin endi vaqtingdan rohatlanishing, huzurlanishingni tilayman. Va sen ya'ni dam olishingni demoqchi. Endi bo'ldi, endi dam olgin demoqchi. Nazar qilib dam ol demoqchi. Vaqtingdan huzurlanishingni, rohatlanishingni tilayman. Va sen nishonlashga va dam olish va ozgina dam olishga loyiqsan, munosibsan deyapti. Tastahiqqu, loyiqsan, haqlisan. دعنا نخرج معا ونحتفل بهذا الإنجاز الكبير فقد اشتقنا لك كثيرا.
ikkiga bo'lamiz ekan. Da'na degani kel degani. Kel. بهذا الإنجاز الكبير. Bu katta muvaffaqiyatni nahtafilu nishonlaymiz. Birgalikda nishonlaymiz. Nahruju ma'an birinchi aytamiz ekan. Kel. Birga bir tashqari bir joylarga chiqamiz deyapti. Birgalikda bir joylarga chiqamiz, tashqarilarga, ya'ni dam olgani chiqamiz demoqchi. Birga dam olgani chiqamiz va bu katta muvaffaqiyatni nishonlaymiz. Faqat ishtag'na alaka katiron batahqiq senga ko'p mushtoq bo'ldik, ya'ni seni ko'p sog'indik degan. Anta fi'lan masdaru fakhrin va ilhamin lana jami'an. Va atamanna an tastamirra ala hada at-tariq. Anta sen fi'lan rostdan ham haqiqatan ham bizning barchamiz uchun ilhom va faxr manbaisan deyapti. Ilhom va faxr manbaisan. Va shu yo'lda tastamirra davom etishingni tilayman deyapti. Ma'atiya bitamanniyat, ya'ni eng pok tilaklar bilan axuga sening akang yoki ukang Sami debdi. O'zi axuga emas, tepada sodiqil aziz deydi. Shuning uchun sodiq uka deb qo'ysa ham bo'ladi. Endi axuga debdi. Mana sodiq, tepada sodiq degan uchun buni ham sodiq uka deb olsak ham o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Sodiq uka Sami yoki sodiq uka al-vafi, vafodor degan al-vafi. Sodiq uka al-vafi deb qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Sami mana bu bo'ldi. Shu bilan 9-shart